Dasturimiz davom etadi. Yunusobod tumani 2-sonli sport maktabida yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqasining Taekwondo WT bo'yicha hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari yosh sportchilarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarish, ularni Olimpiya sport turlariga jalb etish, shuningdek sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan muhim tashabbus. Ushbu sport musobaqalari 15-17 yosh toifasida mintaqaviy, hududiy, respublika bosqichlarida o'tkazilmoqda. Xususan, poytaxtimizda ushbu musobaqalarning hududiy bosqichiga start berildi. Taekwondo WT bo'yicha tashkil etilgan bahslar kuchli raqobat ostida shiddatli kechdi. Unga ko'ra, o'z vazn toifalarida qizlar bellashuvlarida Sug'diyona Yo'ldosheva, Laylo Hasanova, Zuhra Murodxonovalar, o'g'il bolalar bahslarida esa Muhammadamin Hojiakbarov, Asadbek Samandarov, Muhammadxo'ja Mansurov kabi iqtidorlar kashf qilindi. Turnirda mintaqa bosqichlarida g'olib bo'lgan yoshlar ishtirok etdi. Yakunda g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlanib, dekabr oyida bo'lib o'tadigan respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi.